bo'yim 175 bo'lsa, 2 metr 2 metrdan baland bo'ldi. Bitta nimasi bu yerlarda. Hammaga assalomu alaykum. Chorvador kanalining ashaddiy obunachilari va YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani qishlog'imiz nomi nima edi? Sarsonqum degan joyi masjid bo'ladi. Xudo xolasa silos sezonlarimiz boshladi. Siloslar mana hozir 10 gektarli yerimiz. 2 soat bo'ldi boshlangan. 10 gektarli yerimizni boshlab oldik. Xudo xolasa bugungi videomizda sizlarga chorvadorlarga narx-navolari, dastlabkilari qanaqa kambanda o'rilib, qanday yetib borishigacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Boyunu ko'rsatinglar. Mani bo'yim 175 bo'lsa, 2 metr 2 metrdan baland bo'ldi. Bitta nimasi bu yerlarda qumaqligini hisobiga dumdul solish qiyin bo'ladi. Dumdul solishi kechroq bo'ladi. Ya'ni bugun suv qo'ysangiz, ertaga yana chanqab turaveradi. So'raveradi. O'shaning uchun buni Sarsonqum deyiladi. Boshlari chiqargan, mana ko'rinishi Sarsonqumning. Bu ko'rinishi bosh chiqarmagan deyshadi. Baribir kommentariyada negativ doim negativ topadi. Bunaqalar bemalol. Negativ doim negativ topadi. Holati endi mana shu holat ochiq mana shu holat ko'rsatib topadi. Birovga dumbulli, donli sulush demaymiz. Chunki donli sulush uchun yana 20 kun boradi. Bu batta don, makka dumbul solish uchun qay qurib ketsa kerak hozir qay qurib ketadi. Endi batta bo'laydigani mana ekan. Bo'laydigani mana shu. Endi mana shu holatni aytyapmiz. Borini ko'rsatilyapti. Suv chiqib ketmayapti. Shiltasi oqib, bir atala bo'lib ketgan yo'q. Ha, hozir u mashinani ustini ham ko'rdim hozir. Bu mashina ham to'lsa bitta ko'ramiz. Ham to'ladi. Imkon qadar xalqqa arzonroq mahsulot yetkazib berishadi. Hozirgi kunda, to'ppa-to'g'ri. Hozirgi kunda eski siloslarimiz 20 ming, 22 ming sotilyapti-da, qop 20 kilo bo'ladi bir qopida. O'shanda endi o'zlaringiz hisoblab ko'ringlar, necha puldan to'g'ri kelyapti kilosi. Bunimiz hozir necha puldan sotilyapti kilosi? Bunimiz xudo xolasa mana shu yerda o'zidan xolasa mashina olib kelsin. Xolasa biz o'zimiz mashinada chiqarib beramiz. Dastlabkasi alohida bo'ladi. Ha, dastlabkasi sizlarga aloqa etsa alohida kelishiladi. Vodiyda istalgan nuqtasiga mashina qilib beramiz. Har qanaqa katta kichik qilib beramiz. Shetda o'zidan 530 so'm narx chiqaryapti. 530 so'm. 530 yo'l kirasini endi kilosi. Masofaga qarab albatta telefon qilishadi, kelishiladi, jo'natib yuboriladi xudo xolasa. Xolasa mashina jo'natsin. Shuni keladi urib beramiz. Mashina jo'natsa 530 so'mdan pul sanab beraveradi. Endi yana bitta tarafi akamiz bilan anchadan beri xudo xolasa birga ishlayapmiz. Xohlagan mashinangizda kelasiz. Laboda kelsa laboga ham to'kib beriladi-da, to'g'rimi? Albatta. O'sha sistema ketyapti. Haligi sen laboda kelsan, qo'shib berasan degan narsalar bo'lmaydi. Keladi, to'kib beriladi. Keladi, o'rib yerda ichida yurasa bo'ldi. Ha, yuraladigan mashina yurasa bo'ldi. Ayniqsa baytlarda qumoq, o'shanisini ham hisobga olinglar. O labolar ham yuraversa kerak. Yuradi, xudo. Labo kirmagan joyi, O'zbekiston chiqargan mashina hamma joyga kiryapti. Albatta. Xudo xolasa mana aytganimizdek 530 so'mdan hozirgi eski silosga nisbatan deyarli teng baravar, 2 baravardan ham arzonroq. 2 baravardan ham arzonroq olib borasiz. Buni ham bosasiz, xolasiz, qoplaysiz, hech nima bo'lmaydi, xudo xolasa. Bemalol chorvangizga. Albatta, buni mana Hoji aka erta bahor senaj sezonida sizlar bilan gaplashganmiz. Senajni qoplasa bo'lmaydi deganmiz. Chunki bo'lmaydi degan narsani bo'lmaydi deb aytamiz. Borini aytildi. Ha, buni qoplasa ham bo'laveradi. Qoplasa ham bo'laverganining sababi yana bitta plus tarafi nafaqat vodiyga, boshqa viloyatlarga ham bemalol chiqarib olish imkoniyati bor-da. Ko'ngilni xotirjam qilib javob berib chiqarib yuboramiz, chunki yetib borishiga hech nima bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi, yetib borishiga. Tiniq ranglarda bor.
oladi. sifatini yo'qotmagan holatda yetib Ha, oladi. endi misol boshqa viloyatlarda biz narx-navo qanaqa bilmaymiz. Mana ko'rsalaring videoda qayerdan bo'lsalaring, aloqaga chiqsalaring, sizlarda qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, akamiz aloqaga chiqasizlar. Qopiga misol qilgan mehnatiga ozgina qo'shiladi, kelishasizlar, qoplab chiqarib olinadi. Endi bir bugun telefon qilsalaring 2-3 kun vaqt o'zgaradi. Endi qoplab nima qilib mashinaga chiqarib olguncha necha vaqt ketib qoladi. Unisini ham hisobini olasizlar. Istalgan ob'yomda. Xudo xolasa bu Makka silos shunaqaki, qopligan o'zi odamlar suyaveradigan narsalik uchun Ha, zakaz oldindan qilib qo'yamiz. oldindan. Bu chunki turaveradi qoplab qo'ysak. Ha. Sifatini yo'qotmaydi. Isitma Nabarot, qoplab qo'ysak yana ham ozuqa birligi silos bo'lib, Ha. baribir ham buni olgan odam ko'madi-ku. Bu To'pa. tayyor silos bo'lib qoladi. Senajniki bo'lmas edi. Senajni zakazga qoplardik. Buni hozir Zakaz qilsa demak, qoplab berardik. demak buni Ha, hozir buni- tayyorlashni boshladilar. endi. Telefon qilsa chiqarib yuboramiz. Sraz yuklash Raz boshladi. yuklab chiqarib beramiz. Ana, yana ham o'zi kutish ham qolmadi Ha, hozir. u uyda o'tirib mol Aloqa boqib qo'ysa bo'ldi. Uyda o'tirib o'sha tez olib borilgan silosni molga tashab yoki qo'yga tashab qo'ysa bo'ldi. yo'l vaqti. Toshkentdan telefon qilsangiz 6 soat, 7 soat yursa, 2 soat yuklash olsa, kechpayt telefon qilsangiz ertalab silos yuzda bo'ladi, xudo xolasa. Albatta. Aloqaga chiqaverasizlar. Holat zo'r, mashinamiz ham to'ldi mana. Keyingi mashinalar hammasi zakazga bitta-bitta Dastlabkiga ketyapti. ketyapti. Dastlabkiga Andijonga, Namanganga, Farg'ona bo'ylab jo'natilyapti, xudo xolasa. Aslini borib hozir bir qator qanaqa kambaynimiz nomi? Jaguar. Jaguar. Class Jaguar. Class Jaguar. Ha, shu o'tgan safargi o'sha Oldingi o'sha kombaynimiz. Kambaynga bir xizmatlar chiqib qolsa. Xudo xolasa vodiy bo'ylab kombayn xizmatini yo'lga qo'yib qo'yganmiz. O'zimiz ulgurmasak, Ha, filiallarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab filialimiz bor. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab har bitta viloyatda kombaynlarimiz bor. aloqaga chiqsa O'zimniki emas. Ha, Birovni ustidan 5 so'm non yemayman, lekin to'g'irlab qo'yasiz. ishini bitirib beraman. Imkon qadar ishini bitirib beraman. Ha, zo'r ana. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab, vodiyda har bitta tumanida bor. Ha, o'zimizda ayniqsa ko'p. Albatta. Aloqaga Bemalol aloqaga chiqsa, chiqib ko'rasiz. kambayn sohasida ham mana qanaqangi xizmatlar, mana shunaqangi dehqonchiliklar, o'rish kerak bo'lsa, boshqa bo'lsa aloqaga chiqasizlar. O'zlariga yaqin joy bo'lsa, o'zlari ishlarini bitirib beradi, bo'lmasa o'sh territoriyada o'zlarining hududlarida tanishlariga aloqaga chiqib, bog'lab qo'yadi. Sizlarni bemalol dehqonchiliklarni yig'ishtirib olaverasizlar. Mana bunday qilib bosilyapti. 5 tonna oladi hozir mana shu mashinamiz. 6,5-7 tonna atrofida sig'adi. 6,5-7 Tepalar yana bir marta oladi, ha. Videoda ash joy qo'yib ketamiz, qanaqa mayinlikda o'rilganini hozir ustiga chiqib yurmaylik. Ash joyi ketadi, ko'rib olasizlar ko'zlaring bilan. Jaguarda o'zi deyarli hozir hamma bilib bo'ldi. Qanaqa mayinligini. Jaguarda aka 8 yillik tajriba. Bundan oldin Maral kombayn mingan. Jaguarda oldingi avlodlaridan. Birinchi chiqqan avlod. Qaydida Bunda- Maral ham zo'r bo'lgan. Maral zo'r bo'lgan. 15 yillik tajriba. Maral. O'sha 23 yil tajriba. Kombayn zo'r. Endi hisoblab qo'ying, endi o'zim 30 ga kirdim. 7 Mashindaligini- yoshimda, 7 mashindaligini- yoshimda mana shu texnikani ichida, ish texnikani orqasidan non topib yeyapsiz. Bizga o'ta katta. Xudo xolasa, xalqqa chiroyli xizmat ko'rsatish. Maqsad shu. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa ekranda nomerlarni qoldirib ketamiz. Bemalol kimga shunaqa silos kerak bo'lsa, kombayn sohasida shopirajalarimiz xizmat oladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar akamizga, hamma yo'liga Xudo yuraveradi, ishlarni bitirib beradi. Ishini bitirib beradi. Ayniqsa mana o'ti yo'qligi alohida temada. Makkani tagida qarimga qarasalar o't yo'q. U degani o't yo'q degani siloslarni bosib qo'ysalarni zo'r saqlanadi. Men o'zim bosaman desam ham Makkani o'tsizini, tozasini bosamanda. Iloji boricha sizlarga ham maslahat shunaqasini bosinglar. Bu yerda eng glavniy masala mana shunaqa joyda shunchalik qilib makka yetishtirib olgan To'ppa dehqonni to'g'ri. otasiga rahmat. Buni hozir bo'yi videoda qanaqa chiqyapti bilmadim. Mani bo'yim 1.75 ta mana Akimjon bunday ko'rsatinglar. 1.75. Endi jitu zaradan oling qancha nimaligini balandligini. Bittasini shuni yuling makka, bittasini. Qancha balandligini. Bittasi ashi yuling xolaganingizni. Qay bilan? Ha. Qo'rg'on yurishdan bo'lar Ha, ekan. qari ha. Yurilmasa. Orqadan tortib. Qarashib oling siz bitta yulinglar, bitta yulinglar, bu quyosh nima bo'lib qolyapti? Yulinglar shuni. Qani ha, ekinglar. Bo'yda olmaydi, nima qilasizlar ekinglar. Ha, yo'q, qo'ying.
Donaga yomon ko'rinadi. Qancha balandda turibdi? Gideta 120 1 metr balandda turibdi. Poyez nechi? Mashincha 175. Mana uzoqroqdan olsa mana ko'tarib olishgan yo'q oyog'ini mana. Ekranga ham sig'mayapti. Ha bo'ldi. Mashinchalik mana Makkani qarab qo'ygan dehqonga ham otasiga rahmat. Mana dehqonga. Alloh baraka bersin. Endi videomiz uzalashib ketmasin. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Biz berilmagan ma'lumotlar bemalol aloqaga tushsalar. Telefon qilishsa, Ma'lumotlarni berasiz endi. yana to'liq ma'lumotlarini tushunmagan narsalari bo'lsa, telefon qilishadi. Akasalar tashlab beramiz. Imkon qadar, Kelaman degan. albatta, imkon qadar erinmay hammasiga javob qilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Iloji boricha ma'lumotini beradi akamiz. Berilmagan ma'lumotlarimizni beradi. Iloji videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Sizlarga xizmatdamiz, xudo xohlasa. Bittadan like bosib, kommentariyada o'zingiz qoldirib ketinglar. Sog' bo'ling.